ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Hürmetlik cemaatlerimiz, növbette hürmetlik cemaatlerimiz, siz biz yaşayotgan mushu daqiqa, mushu minutlarda Xitoy kommunistlari vatanimizdagi mu'min musulmon qarindoshlarimizni va shularga zulm qilishda dunyo rekordini buzib o'tdi. Ya'ni zulm avjiga chiqyapti. Sizlar va ular bilimökçeygen mumaylar, kul asmanga kötürülgen ağaç sınırlarımız nala kılıp Allah subhanahu wa ta'ala'dan keç gündüz nusrat tilavatıdır ve şundakla Müslüman karındaşlarımız özünün ziyalarından, özünün alimlerden bizge çıkış yol nerede? Oymuş zulümni üstümüzden kötürülüş üçün aşu vatandagi qarindoshlarımızdan qarang'u zindonlarda izilib yo'qolib ketmasligi uchun biz qanday qilishimiz kerak? Bizga bir bosh bo'ladigan odam yo'qmi deb ovozlarini anglatiyotir. Hamda biz Sharq Turkiston o'limalar birligi bo'lish sifatimiz bilan Kulumuzdan kelishcha bu millatni yetaklashga, bu millatni to'g'ri bir yo'nalishga boshlashga tirishyapmiz. Hamda bu millatning mullasi, hozirda mullasining vazifasi nima bo'lyapti desanglar, ham siyosiy bo'lyapti. Chunki asli bu millatni bir dangliq siyosiy yo'llarimiz chiqib Məsəl məyadım məyagiçə deb siyasi cəhətdən ümmətni yetəkləgən bolsa, biz bu şu məsələnin dini tərəfini tuluqlab, siyasinin kəyindən əgişmansaq bulğan gəpti. Amma bizdə bu yox. Həmmisi bir uyda uçuqda ot yıqılmağan tulxutumuzda ağlının uy yaqamıdı. Balısının ismi qıyamağını izləydi. Nikah okuyamağını izleydi, nikah acışkındığını izleydi, kendinden ölümalar sen nemiş kıldığını da sualını soraydı. Karındaşlarımız, dünyanın işleri silbiz degandek bulmavatıdır, silbiz xalagandek bulmavatıdır. Neme üçün degen çağda? Bu dünya imtihan dünyası deb aldığımızda Ustaz Mahmud Damullah bunu sözlep etti. Bu dünya imtihan dünyası. Ama hemmimiz bilimiz ki Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve Kur'an-ı Kerimlerde bizge müminlerin beşiği kelgen her kandak bir iş çokum ma'lum sebep bilen kildi o da büyügetti. Hatta Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte لِيَسْتَرْجَ أَحَدُكُمْ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي شَعْسِ نَعْلِهِ dedi. Sizler her kandak beşinliği kelgen bir musibette üzerine tekşirona. Hatta ayıklının jipi, çekip koygan jipi özlüğüdür. İş tutup kalsa değil. Bunun üzerine tekşirona. Yani üzerine tekşir dedi Allah subhanahu wa ta'ala. Xuda Allah subhanahu wa ta'ala bizge imtihan berişte, bizde bir hatalık var. Şu hatalığı biz dikkat kılmayı özsek, Allah her xil balay afetlerini evet çarqılıp bizni toğur relisqa, toğur yolga yüzlendiriş için, özümüzün tekşiriş için evet kendek muşundaq bir düşençin bir vatıdır. Hatta bir hadis-i şerifte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şundak degan.
ma min asaratin ve la ihtilacu irqin ve la hadaş udin illa bima qaddamat eydikum ve yaghfirullahu kathir deydi. Bunda degene sizlarninki maş yolda mında putlashib ketishinglar deydi. Yoki ma adamning besh turib zing mındaq tumu bir ag'rish bo'ladi, chim qal. Shu chimildashlar deydi. Mush ishlarning hammasi sizlarning o'zinglarning qilmish sababli bo'ladi. Sizlarning qilmish sababinglar bo'ladi. Tek Allah nurg'unlarni kechirib Unda bo'lgandan keyin sizlar beshinglar biri ish kelsa, chuqum sababini tekshiringlar. Ma mening illat nada degan dars men mishadan chiqarib qarashlar. Unda bo'lsa, mush illat nada bo'ldi dedim. Hamda Musa alayhisalom bir kunsi Allah subhanahu va taoladan so'raydi ekanda. Ey Allah, menga mushu adolatingni bir ko'rsatsang, men shuningdan bir dars olsam degan Allah subhanahu va taolo unda bo'lsa paloniyada bir buloq bor, shu buloqning qayda bir daraxt bor, daraxtning qayda mumkin o'ltag'i deydigan ma'qulda o'ltasan bir boyvachchi bekzodidan birisi kelib buloqning suyidan ichib u yerda pul qopchug'ida mingtilla oltin bor qopchuqni qo'yib suvni ichib untilib ketib qoldi ekan. Keyinda bir kichik bola o'ynab kelib bu suv ichib oltinni ko'tarib ketib qoldi ekan. Keyinda bir buvay beli mukchagan qarg'udan birisi kelib shu yerda o'ltirdi ekan. O'shan pulni untilib qolgan boy kelib qarasa shu qarg'u odam o'ltirgan pulimni va degan voyman pulini voyman hozir kelsam bu yerda adam bo'lmasa sen tursan kim oldi deb shuni achchig'ida uni o'tirib qo'ydi ekan. Shuning bilan bu Musa alayhisalom hayron qilib bu bekolam bilib ketdi. Bu qani bu Allah adolatini ko'rsatsam adolat degan mushumudu degan vaqtda Allah subhanahu va taolo hey Musa kelgan boy asli yetimning haqqini yavag'anti, yetim o'zining haqqini oldi. Ammo boyning masalasi kelsak, o'tmishda boy Bekzodning dadasini o'tirib o'tganda qisas oldi. Bizning adolatimiz shu. Qarindoshlarimiz, biz nurg'un masalalarning sirtqi ko'rinishini ko'ramiz. Hikoyaning yerini o'qiymiz, ammo uning mohiyatini bilmaymiz. Shuning uchun bizning beshimizga kelgan har bir baloy ofatning ko'rinishi bor. Ko'rinishi qarasak, yuraklarimizdan qon zardablar oqadi. Lekin bizdan talab qilingan bo'lsa, masalaning mohiyatini ko'rish. Yani Allah subhanahu wa ta'ala özü deydi. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ Ey insanlar, ey bendeler, ma zalimlarının kılışıdan Allah uqmay gaflet qalışıdan oylab qalmaqlar. O zalimlarının her bir hareketi, her bir suiqasından bizning xabarimiz bor. Lekin bu ishlarning bo'lishidagi hikmat boshqacha deydi qarindoshlar. Amma shundaq bo'lsa-mu qarindoshlar, bizning majburiyatimiz, sizlarning majburiyatinglar mush zulmga qarshi turish. Zulmga qarshi turmagan har qanday bir inson shayton bilan o'xshash. Zulmga qarshi turish bu dunyodagi eng Alloh yaxshi ko'radigan ibodat. Hatta Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zulmga qarshi turmaydigan millatlarni tashlab ketishni bizga tavsiya qilgan. Faqat tawadda minhum. Zolimga zolim deganlarni tashlab ketdi, chunki ular yaxshilikning butunlay deganligi. Shuning uchun biz qanday qilamiz? Mush kundan qutulishga hammamiz tirishimiz. Hamda men sizlarga oldingi darsimda degan edim. Qarindoshlar, hozir hammamiz ko'rib turyapmiz. Musulmonlar o'xshamagan sohada biz ojiz. Hammangiz bilasizlar, biz ilm fanda ojiz. Texnikada ojiz, iqtisodda ojiz, siyosatda ojiz. Endi biz qanday qilib bu zulmdan qutulamiz? Chunki bizning bu qilishimiz ojizlikdan bo'lib qoldi. Biz Allah subhanahu wa ta'ala wa'iddu lahum min quwwa
Siz düşmanlarga kuchda yalanladi. Düşmanlarga nima dedi? Kuchda yalanladi. Hozir kuch nima qarindoshlar? Hammamiz texnologiya, iqtisod, kuchlik siyosat, kuchlik qurol. Alloh buni tayyorlanadi biz nima ish qildik? Hammamizga ya. Voy subhanallohni kunda 5000 deb 70 ming ko'p nur ko'rildi, qizil nuri ko'rildi deb shu yo'lga boshchi mandik. Ey Alloh bizni kuchda yalanlasin dedi. Nima ish qildik? Endi bizning kuchli bo'lishimiz uchun nima ish qilishimiz kerak? Hammamiz bilamiz. To'g'ri, iymoniy jihatdan qanchalik iymonimizni kuchaysak, moddiy jihatdanmi biz kuchayishimiz kerakdir. Shuna bilan deb kelib, unda bo'lsa biz chuqum katkizib qo'ydik. Bizning nurg'un illatlar bor. Bu illatlar na'din kelgan? Bizning mushkulni qilishimizga sabab nima degan vaqtda men sizlardan buning birinchisi bizning aqlimiz, bizning tafakkur qilishimiz dedim. Men oldingi darsda, men 3-dars, men 1-darsda mushuna dedim. Ya'ni bizning aqlimizda masala, bizning tafakkurimizda masala. Nima deb aqlimiz, tafakkurimiz masala jamoatlar? Ha? Men dedim, mayli bizningki ya aqlimizda ya tafakkurimizda masala bor dedim. Sizlarcha nima deb aqlimizda, tafakkurimizda masala bor? Ha? Chunki bizning aqlimizni, tafakkurimizni shakllantirgan omil nima? Mana o'ylang jamoatlar. Ya'ni o'zingni o'ylab boqinglar, bizga zulm bo'g'ili oz vaqt o'tmadi. Abduqodir Damollamning tarixini o'qinglar. Muhammad Amin Bug'roning Sharq Turkiston tarixini o'qinglar. Uning oldida o'tgan o'limlar, voy o'xshashlam bu zulm. O'xshashlam. Hatto men sizlarga deb beray. Az yaqinda isbotlab beraman. Abduqodir Damollamning davridagi Uyg'urlar bilan hozirgi Uyg'urlarning hech qanday farqi yo'q desam, ishoninglar valloh. Hech qanday o'zgarish bo'lmadi. Agar Abduqodir Damollam hozir bo'lsa, birinchi bo'lib o'ltirganga tashadigan odam men bo'lish mumkin. Chunki mening aqlimda o'zgarish bo'lmadi jamoatlar. Vallohi billahi o'zgarish bo'lmadi. Sizlar hozir o'ylaysizlar, voy Abduqodir Damollam bo'lsa, men uninglarga men pul o'tib berib, voy Damollam, yo'q, mush aqlinglar bo'lsa, hozir Damollam kelsa, birinchi bo'lib tashadigan odam men yoki siz bo'lishinglar mumkin. Bizda o'zgarish bo'lmadi qarindoshlar. Nima uchun? Bir bizdek bir musulmonlarning aqlini tashkil qiladigan omil tarbiya. Xo'sh, biz nima bilan tarbiyalanamiz? Biz Qur'on, hadis bilan tarbiyalanamiz. Shundaqmi? Amsa bu Qur'on, hadis bilan tarbiyalangan aql nima deb chataq chiqdi degan ekan, yana bir qadam ilgirlab, biz asla islomni, Qur'on, hadisni to'g'ri tushunmabdi ekanmiz. dedik. Ma o'tib ketgan dars qarindoshlar. Aslida o'tamasligi. Unda o'z qanday qilishimiz kerak? Qur'on, islomni to'g'ri tushunish uchun Qur'on, hadisni to'g'ri tushunaylik dedik. Tamam? Mana yaxshi anglanglar qarindoshlar. Biroq foyda bilan chiqaylik bu yerdan. Xo'sh. Endi Qur'on, hadis biz islomdan qanday tushunamiz degan savol. Men sizlarga deb beray, sinab beqinglar. Savol. Uchurgan oxunimdan bir savol so'rang. Damollam islomdan qanday tushunamiz yoki islom degan nima desanglar? Hozir 10 oxunim bo'lsa sizlarga 10 yangiz tushuntirdim. Ba'zilar islom degan 5 narsa usti qurilgan deydi, bas islom degan iymon, pashlar iymon etish deydi. Ya'ni biz islomdan qanday tushunamiz dedik. Xo'sh, islomni tushunish uchun 3 muhim omil bor. Birisi Qur'on. Birinchisi Qur'on dedik. Tushunalmayman? Shunda demdimmi? Birinchisi Qur'on. Hatto qarindoshlar bizning hozir Uyg'urlar men dedim. Yani qanday qilamiz deyapti. Bizning chiqish yo'l xaritamiz dal Qur'onda bor. Faqat biz shu xaritani chiqirib sizlarga sunamayotgan qayerimiz bor. Ammo bunda deganlik faqat qilmadikmi? Yani mushu dars shuning biz urinyapmiz. Biz tirishyapmiz. Sizlarga yo'l xaritasini ko'rsatishga tirishyapmiz. Ammo sizlar nima deb o'ylayapsizlar? Bir bala bir dadaning 2 balasi bor ekan. Bular mashinani deb yaxshi ko'rdi ekan. Shunda mashin dukunni oldi, o'tkitib olsa, balasi voy dada, a mashinni qara, voy deb kirib eliq mashinni silab, tutib, mashinaga chiqib, o'ltirib qilib ketdi bu balla. Shunda bu mashina Ferrari ekan. Ferrari'ni bilasizlarmi? Bak qimmat mashina. Shundan
Balam muş yani depti dada muş maşını bir epesang depti da. Degan muş maşını yaxshi ko'ramsizlar balam depti. Degan dadalar mesela sildap aql javob bersizlar. Yani dada bala 2 milyon dollarlik mashina tanladi. Dada muş maşını bir epesang dedi. Siz dada bunu sıfıtlar nima deb javob berasizlar? Ha? Yani çıktı pul yok. Şunama? Ha balam obda oqa, çoğ olganda alınsa. Oy balam dua qil inşallah Allah san buyurdi. Yine çoğ nima deb javob bersizlar? Danglar jamoat nima deb javob bersizlar bu savolga? Siz mush savolni bizdan so'rayapsizlar hozir. Mush savolni bizdan so'rayapsizlar, vallahi so'rayapsizlar. Xo'sh, biz nima deb men nima javob berdim alanglar? Ha balam, mashinani yaxshi ko'ramsa, yaxshi. Bundaq bo'lsa balam, mashinaning bahasi 2 milyon dollar. To'g'ri sen bu mashinaga chiqa olaysan. Bu mashinani ala olaysan. Do'konchini chaqirib, agar ma mashinaning pulisini bilib bersak, bilib yani 10 yilga, 15 yilga bilib bersak bo'lamdi, bo'ladi. Tamam. Unda olsa balam eyg'isan 50 ming dollar pul topishing kerak. Ha, bu deganda da unda olsa 50 ming dollar men deyman. Pul tepish uchun balam menga kutubxona qo'yib, qandaqanda bir oyda 50 ming pul topib qoldi. Angliyaning kutubxonasi qo'yib, kutubxonada qarasa, ma'lum xizmatlarning maoshi, ashta xizmatlar bor qarindoshlar. Ma xizmatning maoshi 100 ming dollar, ma xizmatning maoshi ashta bormi yo'qmi? Masalan, Yahoo.com'ni bilsizlar. Boshqurgan odam iyiga necha million dollar maosh oldi. Ha balam yaxshi. Sen unda olib qalsa, mushunda pul tabidan kesibni tanla. Bulu deb qarsa bir necha kesib bor. 50 ming dollardan az maosh olgan bütün kesibni balam hisob qilma. Deb buni tizib kelib, ha. Endi bu kasbni bilish uchun sen palani universitet o'qishing kerak. Tamam. Ha, yaxshi balam. Palani universitet. Ha. Unda bo'lsa, shu universitetga o'tishing uchun palani to'liq o'tirib maktabda o'qishing kerak. Ha. Taq o maktabda o'qib, mandaq, ya'ni 500 dan 498 olishing kerak. A maktabga o'tish uchun balam, ma sen o'qiyotgan boshlang'ichda yaxshi o'qishing kerak desak, voy mashina hozir lozim deb sen meni boshlang'ich yaxshi o'qiysa desanglar, men qanday qilib beray jamoat? Ma mening hozir sizlarga bergan mush javob, dadining bergan javobi mantiqliqmi, mantiqliq emasmi? Mantiqliq. O axınımdan sirkçi qıplansıga chiqaran 200 ming dollar pul, 2 ming dollar pul yo'q. Allah bu dunyoda qonunlar yaratmagan. Shuni biz sizlarga mush falsafa bo'yicha yo'l ko'rsatamiz. Buni qiling, diqqat qilinglar. Tushundingmi ya? Yani siz axınım bir fatavasida aytqanda qilib 10 milyon dollar topma. Ey, 300 yillik asar atiqida kelgan bir millatni axınım chiqiblam, hurro, Sharq Turkiston ozod deb nada baka bu gap qarindoshlar? Ayna bama, shundan chiqmasa, axınım hech qilmadi. Bu axınım degan andaq, axınım degan mandaq kerakkanmidi? Axınım ne tashvitsa, ana beshin hamma taq, ey men deb biray, mush axınımni taq 2 yil burun ko'chada ko'rsam qochding, mening balasi tegmisin menga deb. Ma reallik emasmi qarindoshlar? Mening balasi tegib qolmasin deb voy, aş yaqin qarindoshlarimiz ko'rishmaydi ajanda shu axunum bilan qarindoshlarimiz. Ana ma'kuni kelib, sen axunumlar bizga nima ish qilib berdi? Sen axunumlar unda nahisobli qilsak bo'lmaydi. Tamam? Xo'sh. Endi bizda shu bizdagi chataq aqlimizdagi illat Qur'on hadisni yaxshi tushunmakdan bo'pti ekan. Shuning uchun Qur'onning vazifasi islomning yo'lini selish, hadisning vazifasi Qur'onning ma'nosini yeshish, Rasulullohning hayoti Qur'onni amaliy ijro qilish. Biz mushunda tushunsak islomni to'g'ri tushunamiz deb kelib, men sizlarga nima dedim? Hatto o'z vaqtida Rasul akram sallallohu alayhi vasallam hadisni yezishni cheklan qarindoshlar. Men vajada anni g'ayral Qur'oni falyamhu. Yani Qur'on nozil bo'layotganda Rasululloh nima degan? Ma Qur'ondan boshqani yezib olganlar uchunlar, hatto mening gapimni uchunlar degan. Nima uchun desa, ummatni Qur'ondagi asosliq
muhim vazifeler bilan uning ideyasini uzuqlandirish, uning aqlini shakllantirish. Biz mana Qur'onni mo shuning uchun men sizlarga dedim. Bir odam Qur'ondagi asosiy mazmunni tushunmay, İmam Buxoriy, İmam Muslim, Tirmizi, Abu Davud, Nasani yodilgan bo'lsa, Qur'ondagi asosiy mazmunni tushunadigan bo'lsa, jin islomning dushmani bo'lib chiqadi. Kechpishni qo'li qilib, bu deb Qur'onning mazmunini tashib o'tib, ushaq-ushaq ishlar bilan musulmonni avar qilgan musulmon chiqadi dedim. Shuning misolini deb beraman sizlarga. Xo'sh. Endi sizlar kichik chog'ingda hammani Qur'onni o'qidinglar, men o'qidim. Qasinglar deb baqisizlar. Qur'ondagi eng muhim birinchi masala qaysi? Ha? O'qimaydi jamoatlar? Ha? Ma'nisini tushunish. Yani Qur'oni Karim Allohning kitobi. Bu Qur'oni Karimning maqsadi, nishoni, asosliq birinchi masala nima Qur'oni Karimdagi? Tavhid yani, to'g'ri, tavhid, yani Allohni tonish. Shuning Qur'oni Karimda eng ko'p tillanilgan masala Alloh va Allohning 99 sifatlari. Shuning uchun biz o'tgan hafta tavhid to'g'riliq biza so'zladik. Tamam? Ana bu biza so'zlashdan tugmaydi. Bu bak muhim masala. Yani tavhid degan gap qarindoshlar, aqida degan gap dunyodagi barliq ishlarga islomiy nuqtadan qarab to'g'ri tushunish, to'g'ri baho berish va to'g'ri maydon tutishni biz islom aqidasi deymiz. Bu bak cho'ng masala. Shuning tavhid uzuq. Ikkinchi masala qaysi? Tavhid hammanglar bildinglar. Yani tevhid Qur'ondagi, yani Allohni tonish birinchi masala. Ikkinchi masala chu. Jamoat bu bilmasak shuning sizlarni chataq chiqadi shu. Hozir masala shu. Yani sillam emas hozir. Hatta o'qiyotgan talibul ilmning chataqma shu. Yani o'ylab baqaylik qardoshlar, biz islomni qanday tushunamiz? Allah Qur'oni Karimda bizni islomni qanday tushunadigan bo'lsa, niyemini bek muhim degan bo'lsa, bek muhim deb bilib, mau sal mashinroq muhim, mau sunnat, mau farz, mau vojib, mau deganning zodi degan masalalarni bilmasak chataq chiqqani chiqmamdi. Farzni qo'yib sunnatni talishib 20 yil urushdik biz. Namozni amin deymizmi, amin demeymizmi? Rapiyat qilmizmi, qilmaymiz deb 20 yil, 30 yil urushdik. Xitoy butun dunyoga mal setib gadanga. Menda qarindoshlar, islomni xato tushunganlikdan kelgan chiqmishmasin ma'u. Ya'ni Qur'ondagi asosliq muhim masala qarindoshlar. Birisi tavhid dedik. Yani bunun meseleyi ixchamlab deb bersem oldingi darsda Qur'ondagi asosliq masala bir sapolik, yani nihoyatda islom dinidan bir shaxs tarbiyalab chiqish va adolat barpo bo'lgan bir jamiyatni tarbiyalab chiqish va tarbiyalab chiqish usullarini o'tadi. Qur'ondagi eng muhim masala shu. Tushundingizmi ya? Nimani o'tadi Qur'onda? Shaxs, yani bir inson tarbiyalaydi. Shu qator tavhid bormi yo'qmi? Shu qator axloq bormi yo'qmi? Hammasi bor. Yani Qur'oni Karimning asosliq maqsadi bir qobiliyatli, sapolik, axloqliq iymon shaxs tarbiyalash va bir jamiyat barpo qilish. Shuning 25 payg'ambarning butun tarixi Makkada nozil bo'lgan o'qinglar qarindoshlar. 25 payg'ambarning butun jarayoni nima bo'ldi? Mush vazif bo'ldi. Endi buni sal parchalaylardi. Bu nima degan gap sanglar? Shu qatorda Qur'ondagi eng muhim vazifa inson tarbiyalash va jamiyat barpo qilish o'xshamami? Shu qatorda siz parchasak birinchisi tavhid chiqadi. Chunki bir shaxsni tarbiyalamoqchi bo'lsak, oldi bilan uning e'tiqodini, iymonini tarbiyalashimiz kerak. Bu tavhid bo'ldimi? Ikkinchisi nima sanglar qarindoshlar? Ilm. Qur'oni Karimda 779 yerda ilm tilg'alangan. Hadis 6 sohasida 300 bab ilm to'g'riliq kelgan. Uningdan qapqasi birlik. Qur'oni Karimda, ya'ni biz musulmonlarning ittifoqi. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo 12 yerda inna hadhihi ummatukum ummatan wahida va ana robbukum fa'budun. Qur'ondagi eng cho'ng temalar qarindoshlar. Biz shu ittifoqlarni buzish uchun ma'u amin üllik degan bilan üllik demagan masalani talishib, bir mustahab masalani talishib, ittifoqni buzdikmi, buzmadikmi? Ya'ni mush masalalar hozir mavjud qarindoshlar.
Hazır mevcut. Hatta ittifaqlıq meselesi elhamdu degan so'rdan boshlaydi. Siz iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. İhdinas ey Allah biz sana ibadat qilamiz. Biz sendan yordam so'raymiz. Bizni hidoyat qilin deb yolg'iz namusingni bizdamsa yo mendamsizlar? Biz deb sura Fatihani biz deb o'qiysizlar. Şurada Allah subhanahu taala ittifaqlıq meseleni hatta hidoyatlik qilsanglar ey Allah menga hidoyat qilin emas. Bizga hidoyat qilgin ey Allah. Biz sendan yordam so'raymiz. Bir yolg'iz namzu qadam mushun deydi qarindoshlar. Men ittifaqlıq mishadan boshlanadi. Ya'ni Qur'oni Karimdagi oyat, hadislar ittifaqlıq to'g'riliq jiq. Shu qatorda masalan ilm dedik. Shunama Qur'oni Karimda 779. İkincisi adalet meselesi dedik. Qur'oni Karimda 450 yerde tekrarlangan. Anından qap qalsa musulmonlarning bir-biriga mehribonlik yetkazish qarindoshlar. Va ma arsalnaka illa rahmatan. Ya'ni 150 yer tekrarlangan. Demak, mushu Qur'ondagi Alloh muhim bilgan masalani muhim deb bilish va Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda asosliq o'ttirib qo'ygan masalani hayotimizning markaz qilish. Mana mushundaq tushunchalardan xatolik kelib chiqib bizning mushunda Qur'oni Karimda masalan iqtisod masalasi qarindoshlar ajoyib tilg'ilangan o'zinglar bilasizlar. Iqtisod allazina yunfiquna amwalahum bisalati sura Fatihadagi sura Baqarning 5-da boshlanmadi. Sening iqtisod tushunchangda sen pulni hozirgacha mening deysa, Qur'oni Karim pul sening demaydi. Qur'oni Karimda va atu bir oyat o'qi. Wa atu min malillahi allazi ataakum deydi. Sen Allah'ның san berib turgan puldan bera deydi. Qasimiz musulmonlar ashta tushundu qarindoshlar. Ma pul kimningsi mening deysizlar. Allah subhanahu taolo yo'q, ma pul sening emas. Men san berib turganim, berib turgan pulni menda ishiltib qo'ya. Sening vazifang faqatlam o'ttirdi dallalsan. Biz mushunda Qur'oni Karimda eng cho'ng tilingan mushundaq bir temalarni tushunamidik. Bizning vazifamiz dedim. Mening vazifam dedim. Sizlarga mush Qur'ondagi cho'ng masalalarni birdan tatib chiqib, operatsiya qilib sizlarga qayta tushundirman dedim. Sizlar bu nima deb o'ylaysizlar hozir? Bu millat mushunda bo'lib ketib olsa, vatanda turmular tushib ketsa, sen yine o'qi deb beramsan deysizlar. Men sizlarga dadasiga mashina beradigan bolaning hikoyasini bekor etmadim. Sizlar birinchi sinfda yaxshi o'qisanglar, anandan oliy maktab pirariga chiqasizlar. Sizlar birinchi sinfdan o'qimay hozir, ikkinchi sinfdan o'qimay doktorlik diplomini olmoqchamdi. Bu bo'lmaydi qarindoshlar. Alloh bu dunyoni unda shaklda yaratmagan. Shuning uchun to'g'ri biz sizlarga inshaalloh o'limalar birligi bo'lib suhbatimizdan hozir qildigan muhim ishlarni deymiz. Ammo biz yine davomli strategik millatning to'g'ri yo'lga yetaklashda yana qarindoshlar Qur'on hadisning ruhi bo'yicha Qur'on nimani muhim degan bo'lsa shunda muhim deb biz shaxsni tarbiyalab, shu shaxslar orqali bir jamiyat paydo qilib, bu jamiyat orqali bir davlatning asosini tiklab, vatanni munda azod qilmasak, uningdan boshqa amal yo'q. O necha yil vaqt biz xato yo'lda minib, bugunlam qubab butun xatolikni bugun javob, atis buningdan unda ish bo'lmaydi qarindoshlar. Mushun demakchi. Bu birinchi nuqta. Endi qarindoshlar, bugun shu sildan bugun bildigan narsani hammanglar bilasizlar. İlim to'g'riliq, ilmning fazli, buning savobi, buning ajri mencha jiq anlagan sizlarga. Men buni bilmaydigan bir adam yo'q. Chunki Qur'on bir nafl namoz o'qigandan ilm afzal, Alloh subhanahu taolo birinchi o'qi degan oyat nozil qildi. Shuni ama payg'ambarlar nimani miras qo'ysa, ilmni miras qo'ydi. Ilmni olganlar payg'ambarni miras. Bu hammamiz an'anaviy nihoyatda ko'p anglab tushungan masala. Ammo endi Mesela qarindoshlarimiz biz vatanni azod qilish uchun kuchli bo'lishimiz kerak dedi. Shuni ama Alloh menim dedi, "Va a'iddu lahum min quwwa" dedi. Kuchda yalanglar dedi. Kuch. Yani o'limalarmuş kuchda yalanglar deganni payg'ambar alayhisolamning hadisdan bu uxya etish deb tushundirgan. Shu zamonda nima deb tushundirgan? Uxya etish. Hozircha nima etish qarindoshlar? Ha? Hozir nima etish?
Yani eng ilg'or bir kuni ko'lan hozir dunyoni har qandayni vayron qilgan qurollar shuni o'rgan degan bo'ldi. Mana amal qildikmi, qilmadikmi? Buning amal qilish uchun qanday qilishimiz kerak? Ilim qarindoshlar. Asli biz din buni o'rgatganda. Endi masalan, mush ilim to'g'riliq bunda material ko'rib qarab baqsam, ya'ni masala bizni xo'shal qilmaydi. Ana mush naq maydondan bir insof bilan so'rab baqay. Mush 2017da bir kitobni to'liq tugitib o'qiganlar Allohni bir ko'z oldiga Qur'on keltirib qo'l ko'tarib baqanlar. Men 2017da bir kitobni to'liq tugitib o'qidim degan qo'l ko'tarib baqanlar. Yani demek 10%. Mush sorunda 10% adam bir kitap okuttu. Hoş. Unda o'qasa biz tilavatgan, hozir bizni bo'zdigatgan Xitoylar, Amerikaliklar, Yahudilar bir yilda necha kitap o'qiydi ekan? Masalan, Bill Gates dunyodagi birinchi nomerlik boy. Sekundiga $300 topadi. Sekundiga, ya'ni degan vaqtda bu $300 deb bo'ldi hozir. Tushunarmi qarindoshlar? Shuning Bill Gates yanchug'dan $100 tushib qolsa, ingishib olaman desa, yanchug'da vaqt isrof bo'ldi mananga. Uni asla tepetib ishini qilmasa olmaydi. Dunyo mu shu qarindoshlar. Ya'ni chunki Bill Gates sekundiga $300 to'xtaydi. $100 qo'l tushib kelsa, uni berib olaman deb shamol tushib kelsa, nesroq manqanday qilam, aniga $1,000 ziyon chiqadimdi. Uni tashib etib ishini qilish kerak. Şu yılda 50 kitap okuydu. Bill Gates. O 50 kitabını okup to'xtaqamaydi. Her yılın ahırısında özü okugan 50 kitabının 5 kitabını xulaslab, mening insoniyat qo'shgan to'pam bo'lib qolsin deb, shu kitobdagi durdan javharlarni dunyo xalqiga YouTube orqali tunishtirdi. Biz davatgan Bill Gates dozaq kirdigan. Çünkü la ilahe illallah demaydi emasmi? Biz ashla deymiz, kafir, sesiq, meynat kafir, nima o'qiydi? Yilda 50 kitap o'qiydi. O'ttir hisob bilan arablar yilga bir batning 4dan 1 qismini o'qiydi. Ya'ni o'qu degan oyat nazil bo'lgan arablarning ahvoli shu. Kitap o'qishda bir yahudiga 3200 arab to'g'ri keldi. Yani 3200 Arap okuyan kitapni bir Yahudi okuydu qarindoshlar. Tushundingizmi ya? Arab dunyosida nashr bo'lgan kitap, Angliyadagi nashr bo'lgan kitapning %4% to'g'ri keldi. Ben tushundingizmi? Oy. Yani bir Angliya degan davlatdagi nashr bo'lgan kitapning %4dan birini 38 milyon Araplar nashr qiladi. Araplarning yaqinqi 50 yilda islom to'g'riliq yozgan kitobi 30 ming parcha. Araplarning. Biz tilovatgan Yahud nasaralarning islom to'g'riliq yozgan kitobi 60 ming parcha. Başqa fizika, ximiya, voy bu biz o'qimaymiz uni. Bo'ldi, u to'g'riliq gap qilmaydi qarindoshlar. İslam to'g'riliq Yahud nasaraning yozgan kitobi 60 ming parcha. Men demedim, ma statistikani o'qing jamoatlar. Hatta Arab Yunonistonni bilamsizlar? Yunoniston xaritaga mundoq qaramsangiz ko'rilmaydigan. Arablarning yozgan ilmiy maqolari, ya'ni 338 milyon Arablarning yozgan maqolari Yunonistonning yozgan maqolasining 10% to'g'ri kelmaydi deydi. İqra degan ayet nazil bo'lgan ummatning ahvoli bu qarindoshlar. Agar arablar mush ma'arifni o'ngshayli deb qolsa, 6 milliard dollar xajlasa bu o'ngshildi ekan. Ammo arablar yilga 300 milliard dollarlik tamaki chekadi ekan qarindoshlar. Tamaki. Yani biz topgan pulimizni jabbo tatib azharga ochib o'qitimiz bolalarimizni. Arablarning ahvoli shu. Bu yechilishlik qarindoshlar. Bu nima uchun bizga qoldik? Nima uchun bizga qoldik? Hey Alloh subhanahu va taolo islomdagi Allohni tunishtirib qilib qolsa, Qur'onda eng ko'p tilgan masalasi biz nima dedik? Ilm dedik. Ilm qaysi yo'l bilan keldi qarindoshlar? Ilm elishning tunji qanday kitob o'qishmi yoki telefon o'ynab, uni bedam ko'rib, buni ilm kelmaydi qarindoshlar. Urumchi kashtik gezini 1000 yil o'qisangiz ilmlik bo'lolmaysizlar qarindoshlar.
Kitap o'qish kerak. Ya'ni men Uyg'urlarning ahvolini statistika qilib bo'lmaydi. Shuning bilan men arablarning o'qish ahvolini ko'zdan kechirdim. Bu mening jazm qila olayman, bizning ahvolimiz arablarnikidan mumkin emas, yaxshi emas. Shunday emasmi? Chunki biz texcha ilmni arablarda o'rganyapmiz. Hatto mujohidlarimizning boshlig'i arabman, bilin buni, uchiqdaylar qarindoshlar. Arabga kirishimiz, hammamiz arabga kirishimiz. Ya'ni sug'ishib ketgan bir g'ariq so'zlanmaydigan birisiga eslab olgandek bilishamdi. Shuning uchun qarindoshlarimiz bu yerda bir muncha hikoya aytib o'ltirgan bilan amaliyotda mushu. Ya'ni bu statistikini dikil teksam yuraging og'riydi. Yurak rasmiy og'riydi. Yahudining bolalari yilga normal odamlar yilga 200 soat kitob o'qisa, ma arablar bir bat yana 6 minut debdi. Bütün arablarga o'tir hisoblan 1 yilda 6 minut kitob o'qiydi ekan. Yahudining bolalari maktabdan sirit 12 ming minut o'qiydi ekan. Arabning bolalari 3 minut o'qiydi ekan. Yani bir maşina 12 ming kilometrlik suratda mansa, sening mashinang 3 kilometrlik suratda manib Allohu akbar deb to'g'risan, Allohga haqorat qilganliging bo'ladi. Chunki Alloh Iqra bismi robbikallazi xalaq. Xalaqal insana min alaq. Iqra va robbukal akram deb 1400 yil burun tunjuli bu oyatni tushunsa, sen boshqa yerda. Am nima qilib qo'ysa Alloh bizga qarindoshlar. Voyda o'qu desak, voy o'qu deydi ekan bu deb tilayotgan odamni. Voy mushtaqmish, millat mushtaq qilsa o'qu deydi bu. Canım qarindoshlarimiz, masala bak ig'ir. Shuning uchun, ya'ni gap soat qancha bo'ldi? Qancha vaqt bor? Xo'sh. Endi bu deydigan gap bugun men sizga 3 dan 1 dedim. Unda biz qanday qilamiz qarindoshlar? Amaliy bir ishlar bilan chiqaylik. Hozir ahvolimiz bak ig'ir. Hatto biz o'qigan bo'lsak qarindoshlar, mush o'qimagan, men sizga deb beray. Miladi bizningki mushu Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam miladi 571 tug'ilgan, shundaqmi? Bizning miladi 551-yilda mushu Uyg'urlarning ajdodlari Ko'k Turk davlati deb bir davlat qurgan. Qachon? Miladi 551-yil. Bu davlat uzoq o'tmay 13 million kvadrat metr doira kengaygan. İran hozirgi Yapon g'uvag'ichilik, o Xitoyning ko'pincha rayoni hammasi biz Uyg'urlarningki davlat bo'lgan. Shu davlatning oxirgi yashgan Ko'ltikin deydigan bir podshosi bor. Ismi nima? Ko'ltikin. Turkcha Ko'ltikin deydi. Bu odamningki qabrisini topgan vaqtida bir abida topilgan. Buni tarix o'qisanglar Urxun abidalari deyildi. Urxun abidalari. Mushuni biz nima uchun o'qishni deymiz qarindoshlar? Shu nim deb yozgan deb beraymi? Anglab turinglar. Urxun abidalarida menda yozgan. Nurg'un gaplar bo'lib, yelimizda Çin deydigan bir millat bor. Mana gapni qo'shmayman, o'zim deb berma. Agar buni aslini bilaysangiz, Sharq Turkiston tarixini o'qinglar. Çin degan bir millat bor. Bu odamlarning yipak raxti deydigan yumshoq bir raxti bor. Shuning o'xshash tili bak tatliq bularning deydi. Raxti yipak gipcho shunday yumshoq. Bular o'zining shu yumshoq so'zi va yumshoq yipak bilan yot millatni aldaydi deydi. O'ziga yaqinlashtirdi deydi. Yaqinlashib kirgandikilam boylari bilan bilimliklarga suiqasd qilishga boshlaydi deydi. Ma qachongi gap qarindoshlar? Miladi 723-yillik gap bu. Qachon? Ma Xitoyni bizga deb turadi. Bular oldi bilan boy bilan bilimlarga suiqasd qilishga boshlaydi. Shuning bilan buning qarshi tursang, ya büyüklük balan. Ben gapni o'zim deyapman qarindoshlar. Ya büyüklük balanga, ya qirib qolgan onangga rahim qilmay hammani o'ltirdi. Biz turklar mushrablik nurg'un o'lib ketdik deb o'zining qabrisiga yozib qo'yib ketsa, biz hozirgacha millatlar ittifoqligi. Voy Xitoylarda imom bo'lmagan bilan insofpa deb, Uyg'ur musulmondan naqilib Xitoyga nesa sotgan qarindoshimiz o'qimaganlikdan bo'lgan. O'qisak bunda bo'lmaydi qarindoshlarimiz. Şunun 7. asırda man neciz Xitoyni ajdodlarimiz mushundaq ifloslama o. Shundaq için kirvasi bayli bilan bilimlarni joylaydigan qo'ylardi yo'q.
Unda qilmaydi bular. Jo'jang mening yaqin og'inam. O'qisak ma bo'landi bo'lmamdi qarindoshlarimiz. Mush Muhammad Amin Bug'ra o'zining mushu 40-yillardan tortib 48-yilgacha Sharq Turkiston qurib 30-yillar butun mag'lub bo'lish sababini yakunlaydi. Ya'ni men nima uchun mag'lub bo'ldim degan chaqda birinchisi mening millatim fikri asorat ostida ezilgan millat. Nima degan gap fikr asorat ostida? Ya'ni hozir men deyotgan illat shu qarindoshlar. Men abiya dedim sizlarga, Abduqodir Damollamning zamonasiga Uyg'urlarning o'xshash deyishim shu. Shu chaq nima degan? Mening millatimning masalasi fikr masalasi, ya'ni ideya masalasi. Ikkinchisi nima degan bilamiz qarindoshlar? Ikkinchisi millatimda kerakkagidek bilimli odam yo'q. Men shuning uchun mag'lub bo'ldim deb Muhammad Bug'ra nima ish qilib ekan bilamsizlar? Afg'onistondan uyadan chiqqan Uyg'urlarning yerimini shu vaqtdagi Afg'oniston universitetida fan o'qitgan va ba'zilar kelib Turkiyada harbiy maktab qo'ygan. Hozir Uyg'urlar milliard pul tepib bir bolasini Turkiya harbiy maktab berib baxtimi? Bir baxtim qarindoshlar. Ya'ni biz nada qarindoshlar? Biz harbiy maktabda o'qimaymiz, biroqlar maydonga ketdi qo'yna. Shuna olmadimi? Ya'ni o'qisak meni tushunamdi qarindoshlar. Abduqodir Damollamning shu vaqtidagi ahvol, oxir Abduqodir Damollam qaranglar. Amal yo'q, sallini yo'gab, chapanni kiyib, shu vaqtidagi haq neyim desa, shunda deb birimdim. Ondan keyin qadrlik e'tiborim, ya'ni mening e'tiborim asli keldi degan. Amal yo'q, maktab assam bu deganning uningda taqidi. İlip ben ögetsem bu dahriylik dedi. Bir cemiyet kursam bu. Hazır o'xshashlar birga. Bir cemiyet kursam bu cemiyet andaq hemen taqib etib aşqala o'xshash optum. Onundan keyin mening e'tiborim keldi deb Abduqodir Allam o'z yoshida yozgan. O'ylab baqidi, bizning qalbimiz o'zgarmadi qarindoshlar. Shuning uchun bizning hal qiladigan masalamiz Qur'ondagi asosliq mazmunlarni, muhim mazmunlarni tushunish va shuning qarta biz ish harakatda berish va ittifoqlik qanchalik muhim, ilm qanchalik muhim, ham kuchlik bo'lish qarindoshlar. Ey jinim qarindoshlarimiz, Turkiyada yashaydi ekansizlar, turk tilini chuqur bilishinglar kerak. Ballaraڭlar Uyg'ur tilini chuqur bilish kerak. Anından keyin kecha kunduz bilim elish orqali masalani dunyoga tunishtirishinglar kerak. Rasulullahning davrida bir sahabini xo'shnisi buzgatdi. Shuni ya Rasulullah xo'shnam zulm qilibdi dedi, nima dedi? Yotgan köpekni açıp koçunun otursuq çıkar dedi. Şunun kodunu açıp yatkan aynı ot kedem nima bo'lsa falan zulm qildi, menga falan zulm qildi ekan, ayliq adam chidamay Rasululloh qo'shib keldi. Ya Rasululloh meni bek tillab ketdi maqalar ekan, nim qantiq degan men xo'shlamni, buningki xo'shamni qaqshatmay qasam qilib biray, voy men buningki qaqshatmay debdi. Rasululloh ha endi yotgandan kirib uy kirib yotar dedi. Ma qachon 1400 yilda gapamda. 1400 yil burungi gap. Biz qilish uchun qarindoshlar az to'la o'zimizning dinning mohiyatini tushunishimiz kerak. Xo'sh, endi gap kelaylik. Hozir nima qilishimiz kerak qarindoshlar? Uyinglarda chuqur bir kitobxona bo'lsin. Ya'ni bugun boshqa ish qilmaydi qarindoshlar. Hikoyat qilganning foydasi yo'q. Mening butun abiyoq kapishim hamiz quruq gap. Qachon bu quruq gap bo'lmay naq gap bo'ldi sana, o'ltirgan so'rinkilar uy kirib ballalarim kiranglar. Bugün Sharq Turkiston uchun Allah rızalығы uchun uyimizda Iqra degan oyatga amal qilamiz, uyimizda bir kitobxona bo'ladi. Xo'sh. Ey qarindoshlar, siz o'zingizlar bir musulmon desanglar, oyda chuqur 2 kitob o'qishinglar kerak. Oyda 2 kitob o'qishinglar kerak. Bu hozir xalqarodagi o'lcham. Bir kitob din to'g'riliq bo'lsin. Yana bir kitob ilm fan to'g'riliq bo'lsin. Tarix o'qinglar. Masalan, sizga men bir necha kitobni tavsiya qilay. Her qandaq bir Müslüman Uyg'urlar Muhammad Amin Bug'raning Sharq Turkiston degan kitobni o'qinglar qarindoshlar. Chuqum o'qinglar. Andan keyin baldiringlar uchun mushadaligi Ataullah Qarim deb bizning bir qarindoshimiz bor. Yosh kichik bolalarning sirat jurnali deb shunda chiroyli. Necha mushtiri olsam 205. Ey, Turkiyada 20-30 ming Uyg'ur va yerda mushtiri bo'lgan odam 200 amdi. Bir yılda kılıklı Irak adamdı. O şunu okumuz kandak kılımız milletler bunu kandak kıpırımız hem de. Anadın ki mesela yakında bir kardeşimiz Uygurlardaki 100 meşhur şahsiyen kitabını yazıp çıkıptı. Bunu ben aldım. Hakikaten yaxşı kitap gel kardeşler. Yani karanlar tarihi boğulmayan milletinin istiqbalı bulmaydı. Üzünün tarihini bilmegen adamның tek-tek enik bulmaydı.
Şunu biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed kema sallat ala İbrahim deb 2000 yıl keyine qaytarıp Peygamber aleyhisselam. İbrahim aleyhisselam Peygamber aleyhisselam 2000 yıl bunu ötken. Üzüne İbrahim aleyhisselam bağlaydı. Yani benim tarixim tiktektim ben millet bilen. Ben muşunda adam da Resulullah. Şunun için üzerinin tarixi de ötken meşhur alim ölümalarını bilmesen sen işini bilmeysen. Şunun için muşundaq bir neçe kitaplarını oqunglar. Bundan keyin bizim muş to'g'riliq sizlarga yaxshi kitaplarni taqdim qilish, yaxshi kitaplarni bechiq tirishimiz. Qarindoshlar, yana deymiz, bunu deymiz, ilm, ma'rifat. Allohni tunish uchun ilm elishing kerak. Kuchlik bo'lishing uchun ilm elishing kerak. Sharq Turkistonni ozod qilish uchun ilm elishing kerak. Ozod bo'lgandan keyin Sharq Turkistonni İkinci katım vayron bo'lmaslik uchun ilm elishing kerak. Bu amaliyotga aylantirish uchun haftada qarindoshlar, birinchisi uyingda kutubxona bo'lsin. İkincisi chuqur ballalaring bilan o'qib kitob o'qi. Ballalaring yaxshi ko'radigan rangli, chiroyli kitobga pul qashla. Pul ba, ya va men uni azrab kitob uchun tasmiy sol. Ballalaringning aqli ilm bilan, to'g'ri bilim bilan shakllangan vaqtida ma ummat qutuldi qarindoshlar. Şunun için üzerine ayda 2 kitap okuş, ballarınla kollektif kitap okuş, telefon oynaş kesildim bize kutuluş, çukum ailede bir kitap okuş dolkunu kozgaş, bir yılda 20-30 kitabını okup etip, o kitap o kanda okuşunu ügütüp koymuş kardeşler. Kitapta okusunu bulmaydığı neyse o. Çukum okuşunun kaydısı var. Muşunda kılıç arkalık, kitap okuş arkalık düşmanını hili mihrilden saklanımız. Bizi kanda hili mihir katı bunu bilaleyimiz kardeşlerimiz. Üzümüzün vazifesini bilaleyimiz. Bugünkü en mühim mesele Allah subhanahu ve ta'ala'nı tunuştun kapkasa Kur'an'daki en mühim mesele ne oldu? İlim mesele olğanda kardeşler. Şunda olğan çağda hemmimiz muşunun bir tevekkül edip mağımız mı mağmayımız mı? Cemaatler bu uygun aile. Bunda ütüp kessek mümkün emas, qaqshab, yig'lab ülümüz tugaymiz. Ama bilim elishqa haqiqiy vaqtimizni, pulimizni, kuchimizni sirayli. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.